Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda maktabda foydalaniladigan top 50 ta turkcha so'z hamda gaplar bilan tanishamiz. Undan oldin albatta videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Okul, maktab. Bugun o'qula erken geldim. Bugun maktabga erta keldim. Öğretmen, o'qituvchi. Öğretmenimiz çok güzel ders anlatıyor. O'qituvchimiz darsni juda yaxshi tushuntiradi. Öğrenci, o'quvchi yoki talaba. Sinfda 20 öğrenci var. Sınıfta 20 ta o'quvchi bor. Sınıf. Sınıfımız ikinci katta. Sınıfımız ikinci qavatda. Ders. Bugün Türkçe dersimiz var. Bugün Türk dili dersimiz bor. Kitap. Kitabımı evde unutmuşum. Kitabımni uyda qoldiribman. Daftar. Daftarime not aldım. Daftarimga qayd yozdim. Kalem. Ruchka yoki qalam. Qalamimni bulamıyorum. Ruchkamni topolmayapman. Kalemlik, qalamdon. Kalemliğim çantamda, qalamdonim sumkamda. Çanta, sumka yoki ryukzak. Çantam çok ağır, sumkam juda og'ir. Sıra, parta. Kitabımı sıranın üzerine koydum. Kitabımni parda ustiga qo'ydim. Tükenmez kalem. Sharikli ruchka. Mavi tükenmez kalemimi kaybettim. Ko'k sharikli ruchkamni yo'qotib qo'ydim. Kurshun kalem. Oddiy qalam. Kurshun kalemle yazı yazıyorum. Oddiy qalam bilan yozyapman. Silgi, o'chirg'ich. Silgimi bana verir misin? O'chirg'ichimni menga berib turasanmi? Cetvel, chizg'ich. Cetvelle düz bir çizgi çizdim. Chizg'ich bilan to'g'ri chiziq chizdim. Makas, qaychi. Makasla kağıdı kestim. Qaychi bilan qog'ozni kesdim. Kağıt, qog'oz. Bir kağıt alabilir miyim? Bitta qog'oz olsam maylimi? Tahta, doska. Öğretmen tahtaya bir cümle yazdı. O'qituvchi doskaga bir gap yozdi. Bilgisayar, kompyuter. Ödevimi bilgisayarda yaptım. Uy vazifamni kompyuterda qildim. Kütüphane. Kütüphanede sessiz olmalıyız. Kütüphanede jim bo'lishimiz kerak. Ödev. Uy vazifasi. Ödevimi bitirdim. Uy vazifamni tugatdim. Sınav. İmtihon yoki nazorat. Yarın matematik sınavımız var. Ertaga matematika imtihonimiz bor. Soru. Savol. Öğretmenime bir soru sordum. O'qituvchimga bir savol berdim. Cevap. Bu sorunun cevabını biliyorum. Bu savolning javobini bilaman. Not. Baho. Sınavdan yüksek not aldım. İmtihondan yuqori baho oldim.
Başarı, başarı, muvaffaqiyat. Sana sınavında başarılar diliyorum. İmtihoningda muvaffaqiyat tilayman. Teneffüs, teneffüs, tanaffus. Teneffüste arkadaşlarımla konuşuyorum. Tanaffusda do'stlarim bilan gaplashaman. Ders zili, ders zili, ders qo'ng'irog'i. Ders zili chaldi. Sinfga girelim. Ders qo'ng'irog'i chalindi. Sinfga kiraylik. Bog'cha, bog'cha, hovli yoki maktab hovlisi. Teneffüste okul bahçesine çıktık. Tanaffusda maktab hovlisiga chiqdik. Mezuniyet, mezuniyet, bitiruv yoki maktabni tugatish. Mezuniyet törenimiz gelecek ay. Bitiruv marosimimiz kelasi oy. Ders kitabı, ders kitabı, darslik. Ders kitabımı evde unutmuşum. Darsligimni uyda qoldiribman. Çalışma kitabı, çalışma kitabı, iş defteri. Çalışma kitabındaki soruları çözdüm. İş defterdagi savollarga javob topdim. Sözlük, sözlük, lug'at. Bilmediğim kelimelerle sözlükten bakıyorum. Bilmagan so'zlarimni lug'atdan qarayman. Boya kalemi, boya kalemi, rangli qalam. Resmi boya kalemleriyle yaptım. Rasmni rangli qalamlar bilan chizdim. Gönye, gönye, uchburchak chizg'ich. Gönye ile archa chizdim. Uchburchak chizg'ich bilan burchak chizdim. Resim, resim, rasm yoki tasviriy san'at. Resim dersini çok seviyorum. Tasviriy san'at darsini juda yaxshi ko'raman. Fen, fen, tabiiy fanlar. Fen dersinde deney yaptık. Tabiiy fanlar dersida tajriba qildik. Matematik, matematik, matematika. Matematik ödevimi yaptım. Matematika uy vazifamni qildim. Coğrafya, coğrafya, geografiya. Coğrafya dersinde harita inceledik. Geografiya dersida harita o'rgandik. Tarih, tarih, tarih. Tarih dersinde geçmişi öğreniyoruz. Tarih dersida o'tmishni o'rganamiz. Söz almak, söz almak, so'z so'ramoq yoki gapirish uchun ruxsat olmoq. Öğretmenim so'z alabilir miyim? O'qituvchim, gapirsam maylimi? El kaldırmak, el kaldırmak. Qo'l ko'tarmoq. Javobi bilan elini kaldırsın. Javobini bilgan qo'lini ko'tarsin. Okumak, okumak, okumoq. Bu metni yüksek sesle okuyabilir misin? Bu matnni baland ovozda o'qiy olasanmi? Yazmak, yazmak, yozmoq. Lütfen cümleyi defterinize yazın. İltimos, gapni daftaringizga yozing. Dinlemek, dinlemek, tinglamoq. Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin. O'qituvchingizni diqqat bilan tinglang. Öğrenmek, öğrenmek, o'rganmoq. Her gün yeni kelimeler öğreniyorum. Har kuni yangi so'zlarni o'rganyapman. Sormak, sormak, so'ramoq. Anlamadığım zaman öğretmenime soruyorum. Tushunmaganimda o'qituvchimdan so'rayman. Eve gitmek, eve gitmek, uyga ketmoq. Ders bitti. Şimdi eve gidiyorum. Ders tugadi. Endi uyga ketyapman. Okula gitmek, okula gitmek, maktabga bormoq. Her sabah saat 8'de okula gidiyorum. Har kuni ertalab soat 8'da maktabga boraman. Hazırlanmak, hazırlanmak, tayyorlanmoq. Yarınki ders için hazırlanıyorum. Ertangi dars uchun tayyorlanayapman.
Shunday qilib do'stlar, bugun maktabga oid 50 ta turkcha so'z va gapni o'rgandik. Endi navbat sizda. Bugun o'qilda ne o'rganding? Bugun maktabda nima o'rganding? Javobingizni turkcha kommentariyada yozib ko'ring. Kitobni oching, yangi so'zni o'rganing va turkchangizni bir qadam oldinga olib boring. Keyingi darsda yana uchrashamiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.